Mana shu masjid qurildi, men yordamchilarimga ko'p aytib berdim. Bir ayol kelib, shu masjidga juda ham katta hissasini qo'shganlari savobini urib ketdi-da shu ayol kelib. Ikki marta keldim, o'yiz topa olmadim. Bugun xayriyat Alloh uchrashtirdi deb yig'lamsirab duo qilib qoldi. Kelib o'tirdi. Haligi ayol menga aytdi, "Qoraga" dedi, "Mana shu mostdan marshrutkada o'taman" dedi, Chorsuga dedi. Yunusoboddan kelar ekan. "O'taman" dedi. "Alloh shu bayting qurilyapti, men hech nima qila olmayapman" deb o'zim har kuni ko'yayman dedi. Aslida uni qo'lida yo'q, unga majburiyat yo'q, uni imkoniyati yo'q edi. Lekin har kuni o'zim ko'yayman dedi. "Ey Alloh, shu bayting shu yerda bino bo'lyapti, ertaga men o'lsam, shu joyda masjid quriluvdi, nima qilsa qo'shding desa, men nima deb javob beraman" deb har kuni o'zim ko'yayman Qoraga dedi. "Bugun men shunga qodir bo'ldim. Ustalaringiz sonini ayting, men o'z qo'llarim bilan palov pishirib olib beray" dedi-da. Endi bu yog'ini eshiting. Bu joyda 70-80 talab usta ishlayapti. U ayolga qanaqa qilib 70-80 ta usta ishlayapti deb ayta olaman men. Hojona himmatingizni qilib keling desam, bir kichkina plasmas